Assalomu alaykum, sizlar bazam aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi videoda sizlarga biz o'zimizda bor aboylarni tanishtirib o'tamiz. Gladki bu tarafda yana 3D aboylarimiz bor. Xudo xolasa bugun shularni tanishtirib Abdulaziz akamizga tanishtirib beradi. Narxlari, razmerlari qayerlarga ishlatilishini. Assalomu alaykum. Aka Assalomu yaxshimisiz? alaykum aka. Charchamasdan. Yaxshimisiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi aka? Rahmat aka. Aka bizga birinchi bo'lib bu tarafda Gladki aboylarni tanishtirib o'tsangiz, narxlari, razmerlari qayerlarga ishlatilishini. Unda hop, Gladki aboydan boshlaymiz aka. Aha. Hop, biz omborimizda mana shunday Gladki aboylarimiz yetib kelgan. Hop, buni razmerlaridan boshlasak birinchi olib, masalan, olamiz. Razmerlari balandligi 95 sm bo'ladi. Uzunligi 20 metr bo'ladi. Rulonda 19 kvadrat tashkil qiladi. 19 kvadrat. Ochib ko'rsatib bera olasizmi aka? Bemalol aka. Keyin bizda oldindan aytib, bizda faqat samakilikali aboylar. Samakilikali aboy. Oddiy qog'ozli aboy yo'q. Yo'q, faqat antikvar mahsulotlar bor ekan, aboylar bor ekan. Ikkalamizni shunday bitasini ko'rsatamiz. Rasvetkalarni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu salafani kirib ketibdi, mana o'zim videoga olib bilyapman. Ichidagi aboy toza. Oldindan aytib. Oppog'i. Oppoqqina. Shularni juda ham chiroyli aytadi. Orqasiga ham buni falgali bo'ladi. Falgali, ha, uyimizni ham issiq sovug'ini ushlaydi. Issiq sovug'ini ham ushlaydi. Salafani. Ozgina muammo bo'lyapti. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Mashina shumka qiladigan, shumizatsiya qiladigan akalarimiz diqqatiga, bu mahsulotni olib mashinani shumka qilsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa ancha arzon tushadi mahsulotlari. Shumka bilan bir xil kerak bo'lsa, shumkadan ham qiladi. Mana qalinligini ko'rsatib ko'ramiz. Mana aka, bitta qo'lingizni ushlab qo'ysangiz, ham kley ichida bo'ladi. Mana aka, ko'rishingiz mumkin. Mana masalan, bitta qo'lni masalan bunday yopishtiramiz. Qattiqroq ushlab turib. Mana. Bemalol bitta ko'taradi. Ko'tarar ekan, bemalol. Kley ancha qattiq. Kley ancha qattiq bo'ladi. Xudo xolasa. Hop, razmerlarni aytib o'tdik, 95 sm, bu yerga ruloniga 20 metr, 19 kvadrat tashkil qiladi. Hop, narxi keladigan bo'lsa, narxini aytib, to'xtab turing aka. Narxini oxirida aytamiz. Bo'ldi, bo'lsin. Aka, bu aboyimizni odamlarda savol olib qolishi mumkin. Aboyimizni qayerlarga ishlatsak bo'ladi? Aboyimizni kerak bo'lsa, hammom tualetga ham ishlatsak bo'ladi, chunki moshi bo'ladi. Suvga chidamli. Suvga chidamli bo'ladi. Mehmonxonaga ham bu yerga o'tsangiz aka, mana shunday chiroyli ranglari bor aka. Mehmonxonaga ham bor ekan. Dekorativniy qilib ko'rsatar ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ranglari bor. Guliga to'g'ri keladi. Ayrimlarda savol bo'lishi mumkin, to'g'ri kelmay qolsa-chi deb. Gullari to'g'ri keladi, chunki bu dekorativniy hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bularda ham xuddi shunaqa. Hop, rasvetkasi keladigan bo'lsa, mana shu yerda 10 xilga yaqin rasvetkasi bor. Mana bu yerda ham rasvetkasini ko'rishingiz mumkin aka. Bu tarafda ham bor ekan, bu taraf pushti, oq, fioletoviy har xil rasvetkalari bor ekan. Aka, narxini aytib o'tsangiz. Hop, narxiga aytadigan bo'lsa, 1 kvadrati 38 ming so'm. 1 kvadratiga 38 ming so'm. Bemalol bozor bilan narx solishtirib qo'yarasizlar. Biz ko'p joyda ko'rdik, 45 ming, 50 mingdan sotishyapti bu aboyni. Yo'q, o'zimizga kelib 1 metrini 38 ming so'mdan xarid qilib ketishinglar mumkin. Ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Bozordan ancha hamyonbop ekan. Sizlar bozorlarga ham o'zingizlar tarqatasizlar? Bozorga, butun vodiyga kerak bo'lsa o'zimiz tarqatamiz aka. Aka, ko'pchilik manzilni so'rashyapti. Manzilni video davomida bir 3-4 marta aytib o'tsangiz ham mayli. Bo'ldi aka, manzilimiz Andijon shahar vodiyda, Soy eski majzavod ichida. Soy eski majzavod ichida ekan, akalar. Mana aboyni koni, skladda trikotajga ham o'zimiz tarqatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bunaqa katta ob'yomda hech qayerdan topa olmaysizlar, vodiy bo'ylab. Endi bu tarafda 3D aboylarimiz bor ekan. 3D aboylarimiz. Hop. 3D aboylarimizni 10 dan oshiq rasvetkasi bor. Buni ham ochib ko'rsatamiz obunachilarimiz uchun. Bular ham samakilikali bo'ladi. Samakilikali. Razmerlari qanaqa bo'ladi? Hop, razmerlari keladigan bo'lsa, balandligi 1 metr tashkil qiladi. 1 metr ekan. Ruloniga 5 metr, uzunligi 5 metr bo'lar ekan akalar. 5 kvadrat ya'ni. O'xshi 5 kvadrat bo'lar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham samakilikali bo'ladi. Bu ham chiroyli. Shumka qiladi uyda, issiq sovuqdan saqlaydi. Keyin bu ham orqasi samakilikka bor. Bitta qo'lingizni ushlab. Kley moshina ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Mana shunday ko'tarsa ham hech nima bo'lmaydi mana aka. Qo'lida ushlab turgan-ku, mana. Mana. Ko'rsatib qo'ylar mana. Mana shu holatda ko'taring aka, mana. Ko'pchilik ham aytayapti, qo'lida ushlamayapti mana. Qo'lda ushlamayapmiz.
bemalol xudo xohlasa kiliga garantiya beramiz. Aha. Agar uyimiz qumsuvo, ya'ni boshqa narsa bo'lsa, tekis deb olmas, tekis ya'ni qumsuvo bo'lsa, Aha. bitta spaklov ko'rib turib, grunt olib ko'radigan bo'lsa, uy buzilguncha turaveradi aka, xudo xohlasa. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Aka bu yerdan ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Bu tarafda ham o'zini ranglari bor ekan, har xil. Rasvetkalari. Rasvetkalari bor ekan. Xudo xolasa bu yerlarni yana kattaytiramiz, boshqa xil aboylarni qo'yamiz. Bu ikkita aboydan tashqari bizda bu va bu aboydan tashqari bizda ichanka aboylarni topishinglar mumkin va bambuk aboylar topishinglar mumkin. Bambuk aboylarni ham keyingi videolarda qo'yib boramiz, uni narigi skilatimizda. Xudo xolasa mana vodiy bo'ylab kelaverasizlar bemalol akalar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. Xudo xolasa qilib beramiz. O'ziga yarasha mana rasvetkalari chiroyli. Har xil. Mana aka, bu yerda ham ko'rsatib Chiroyli. qo'ysiz. Bu yerda mana Bu yerda oppoq ranglari oppoq bor ekan, buni ham. mana. Mana shunda bu yerlarda ham ko'rsatsangiz dekorativ ranglari. Dekorativniy ranglari bor. Uyni sal neobitniyroq rang qilmoqchi bo'lganlar ham bu yerda yana boshqacha ranglari bor uni. Leopardskiy, jirafani rangiga o'xshagan. Ha. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Katta ob'yomda, bozorda ham yo'q bunaqa ob'yom menimcha. Bu aboyimizni narxi necha pul dedingiz aka? Hop, narxini aytib o'tadigan bo'lsak, 1 metri 40 ming so'm tashkil 1 kvadratmi? 1 metr. 1 metr 1 kvadrat bir xil ketaveradi. Aha. 1 kvadrati 40 ming so'm tashkil qiladi. Ozgina qimmatroq gladkiydan. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Gladkiydan qimmat ekan. Keyin bu ozgina qalinroq ham bo'lar ekan. Ozgina qalinroq, xuddi shunaqa aka. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Bu yerda yana shu gladkiya qo'y. Katta miqdorda bemalol topishinglar mumkin ranglaridan mehmonxonalarga. Juda ham chiroyli aytadi. Hop, agar obunachilarimiz naqd pulga bo'lmasa, bizdan halol muddatli to'lovga ham, ya'ni nasiya savdoga ham olsa bo'ladi. Nasiya savdoga ham olsa bo'ladi. Halol nasiya savdoga, ya'ni foizsiz 3 oydan 24 oygacha. 24 oygacha. Hop, unga nimalar kerak bo'ladi? Bitta plastik karta va pasport kerak bo'ladi, xolos. Aha. Ko'rishinglar mumkin. Keyin uni aytib o'tamiz, onlayn tarzda rasmiylashtirib bo'lmaydi. Aynan bizning manzilimiz Andijon shahar eski Mazidot ichiga kelib, soyga Aha. ofisimizga kelish kerak. Agar halol muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsa, agar naqd pulga olmoqchi bo'lsa, biz rasvetkalarni tashlab beramiz. Shu pastda nomerlar qoldiramiz. Nomerga Telegramdanmi aloqaga chiqishsa, rasmlarni tashlab beramiz. Yoqtirib zakaz qilsa bo'laveradi. Yoqtirib zakaz qilsa bo'laveradi. Biz pochta orqali chiqarib yuboramiz. Pochta orqali chiqarib oladi. Ko'rishinglar mumkin akamiz. Xudo xolasa kelinglar, zakaz qilinglar. Arzon narxlarda olib ketinglar. Maza qilasizlar, xudo xolasa ancha xizmatlarni qiladi bu aboylar. Eng qizig'i menga yoqqan tarafi bu aboylarni usta puli ham kerak bo'lmaydi. Ustani puli ham cho'ntaglarda qoladi. Uydagi bitta odamni olib turib, bir kundan kam vaqt ketadi. Ikkisi bemalol yopishtirsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa rahmat hammaga. Abdulaziz aka sizga ham rahmat aka. Sog' bo'lasiz aka. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling akalar.